bular jinnimi? Hozir bular shunaqa qapsalar bilan yegim keluvdi. Krevetkalarni umuman mendan olib tashlaylar. Nima balo, pizza kuyib ketibdimi? Bolalar, mana degan model qizinglar ham olib kelsanglar, shunda oqib ketadigan restoran topdim sizlarga. Baro, qizlar, agar yigitinglar g'ippas bo'lib, restoranlarga olib bormaydigan bo'lsa-chi, o'rtog'inglarni olinglar, o'zinglar kelib olinglar, Instagramni portlatib, fotosessiya qilsa bo'ladigan joyga. Ovqatlarni hozir yeb, bahosini beraman. Bugun shaharning qoq o'rtasida joylashgan Gratsa restoranida ovqatlarni yeb, bahosini beramiz. Boshlaylik. Burrata salat. Burratasi свежий ko'rinib turibdi. Pomidorlari takoy dirkillagan yoki menga ozgina pesto sous yetmadi ustiga. Lekin umumiy olganda yaxshi. Nima balo, pizza kuyib ketibdimi deb xulosa qilishga shoshilmanglar. Bu neapolitanskiy pizza. Bu spesialniy pechda toshda pishadi, shuni hisobiga xuddi shunaqa kuyib pishishi kerak. Pizzaga keladigan bo'lsak, sirlari joyida. Agar pizzani mazzasini bilmoqchi bo'lsanglar, yo margarita pizza yoki chiteri sira yoki просто sirni pizzani zakaz qilishingiz kerak. Chunki boshqa har xil narsalar, har xil mahsulotlar qo'shilgan pizzani yeganingizda asl mazzasini tushunolmaysizlar. Pizza menga yoqdi, xamirlari takoy chotki, siri yaxshi, sousi achimtirmas eng asosiysi. Xo'sh, tibonni idealniy qilish juda ham qiyin, chunki tibon ikki xil go'shtdan iborat, kontrfile va bonfile. Bonfile qismi juda ham yumshoq, ham og'izda eryapti, gap bo'lishi mumkin. Ribay qismini ozgina projarkasi men so'ragan darajada emas, lekin umumiy olganda steak juda ham mazali. Go'sht mazasi yotib bu asosiysi. Lekin bitta iltimosim bo'lardi, tuzni alohida berganinglar yaxshi, chunki ustiga sepganda kimdir tuz bilan yeydi, kimdir yo'q. Mana bu pikantniy sousligi takoy ozgina achchiqroq ekan, go'sht bilan yeganda yaxshi mazza beryapti. Italiyalilar, meni kechiringlar iltimos. Meni kechiringlar deganim sababi Italiyada allaqachon qoshuv bilan pastani yemay qo'yishgan. Xo'sh, fikrimga keladigan bo'lsa, makaron al dente emas, al dente bo'lishi kerak. Обязательно pastada sal qirsilaganroq bo'lishi kerak va sousi sal yog'liroq. Bilishingiz uchun boloneza sousi kamida 2 soat qaynatiladigan narsa. Lekin menga sal yog'lilik qildi. Umumiy olganda, sochni pasta yeganlar uchun juda ham yaxshi, lekin menga ozgina makaroni ko'proq qaynatilgan va sousi yog'liroq tuyuldi. Ishtaham bo'g'ildi. Sababini aytaman. Krevetkani shu orqa qismida ichiga bo'ladi. Uni yaxshilab tozalash kerak. O'zingizlar tushunayotgan bo'lsanglar, nimasi o'tishini, mayli ochuchasiga ketamiz, axlatga tushadi. Yaxshi tozalashmoqda. Lekin endi maqtamoqchi edim, chunki tomyam pastani me'yorida solishgan va ichidagi nachinkasi, mana bu Moskoy kokteyl deyiladi bu narsa, ayashmabdi. Haqiqatan juda ham takoy dobrinki edi. Lekin tomyamni boshqa icha olmayman. Shu joyda sizlarga 3 ta savolim bor. Birinchi savolim, cho'plarni nima mamnat qildim? Ikkinchisi, nimaga har bitta rolni yeyish oralig'ida men imbir yedim va uchinchisi, nimaga shuncha harakat qilmamda? Na like bosing, na podpiska bosing. Javobini beringsiz. Pluslarini aytaman rollarni. Baliq yaxshi kesilgan va nachinkasida sir juda ham ko'p emas va guruch o'tkazib yuborishmagan. Bu yaxshi. Endi nonga keladigan bo'lsak, zapechonniy sirni men bilmayman nima sir ishlatishadi, lekin shundoq sirri mazasi qolgan hamma narsani перебивать qilyapti. Menga zapechonniy rol yoqmadi, lekin mana bu ikkita rolni men yana zakaz qilgan bo'lardim. Ko'rganingizdek, shu krevetkada ham xuddi shu muammo, shunaqa appetitni ko'rayotganida, afsus, bugun men krevetka yemaydigan kunim ekan, uni ham jinan bo'q chiqdi. Bugungi obedim arzimagan 1 million 340 ming bo'ptimi? $100 Zo'r. Endi bitta iltimosim bo'lardi, hurmatli restoranlar. Agar mijozga qaysidir taom asosli yoqmagan bo'lsa yoki sizlar parod qilib qo'ygan bo'lsanglar, shu yerdan bu ovqatni olib tashlaganingiz ma'qul. Menda bu ish bo'lmadi. Endi umumiy olganda taomlarning mazasi menga yoqdi. Bemalol kelib yeb ko'rsanglar bo'ladi. Uyaltirmaydi degan umiddaman. Menga chunki juda ham yoqdi. Faqat bitta iltimos bo'lardi. Krevetkalarni umuman mendan olib tashlanglar. Sizlar ham kelib yeb ko'ringlar-da, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.